Ko'rayotganinglardek buni boshga qotirib tashlashgan va hozir Gulhayo singlimizni o'sha yerga osib qo'yishgan. Qalisa? Yaxshimi? Ha? Og'rimayaptimi? Bir oy yaqin boshda turadi va osilib turadi. Bu operatsiyaning birinchi amaliyoti hisoblanadi. Homiylarimiz, zakotchilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bitta kosmetolog opamizni ismlari go'zal, onalarining ismlari Shohida duo qilib qo'yildi. $300 zakot berib ketibdilar. Muhammad aka, onalarining ismlari Gulnora $500 zakot berib ketibdilar. Alloh rozi bo'lsin, duo qilib qo'yinglar. Shavkat Feruza, Alloh rozi bo'lsin, bular ham bizani Navoiylik homiyimizni ota-onalari. Duo qilib qo'yinglar, bular ham zakot berib ketibdilar. Va yana o'nlab bizani zakotchilarimiz bor. Kimdir $50, kimdir $100. Hamiladan Alloh rozi bo'lsin. Chinna bozordagi pasodachi opalar $50 berib ketishibdi. Abu Sahidagi Bitoy texnikadagi akalar $100 dan berib ketishibdi. Alloh rozi bo'lsin. Va inshaalloh qizimizni sog'ayib boryaptilar. Unutmanglar, bu qiz aynan sizlarni deb yana yashashi mumkin. Sizni deb yana oyoqqa turishi mumkin. Va bularda ko'pchilik nima kasal bo'lgan o'zi deb so'rashyapti. E'tibor beringlar, oyoqlari ishlamaydi. Ya'ni beldan pasti qimirlamaydi va bellari aynan qiyshiq holatda, ya'ni skolioz, bellari umurtqalari qiyshiq. Hozirda bu apparat bularni cho'zadi bo'yinlarini va bo'yinlar cho'zilganidan keyin operatsiya boshlanadi. Shu videoga bitta like bosib qo'ying, sizga ham zakotingiz, ehsoningiz bo'lsin. Shu videoni istoriya qo'yib Gulhayo uchun duo qilib qo'ying. Shu oydagi rahmat oyida, savob oyida sizga ham bitta savob yozilsin. Zakotchilarimizni duo qilib qo'yinglar, ehsonchilarimizni duo qilib qo'yinglar va ko'proq insonlarga bu videoni yuboringlar. Zero hali ehsonimiz davom etmoqda.